Adham aka, endi yana suhbatimizga qaytadigan bo'lsak, 2025-yilda yil davomida biz filarmoniyani juda ham ko'plab vakillari bilan suhbat qilishga harakat qildik. U ham bo'lsa, aynan gastrol safarlari yoki bo'lmasam konsert dasturlari yuzasidan bo'ldi. Umumiy sarhisob qilib aytadigan bo'lsak, bu yil hisobiga qancha davlatga borishga ulgurdingiz filarmoniya bilan birgalikda yoki shaxsan o'zingiz ham? Bu yil jamoamizda juda ham sermahsul yil bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bir so'z bilan aytganda rahbarimiz viloyatimiz ommaviy va madaniy tadbirlar bosh rejissyori Odil Orinov boshchiligida jamoamiz ijodiy taraflamaya ham balki o'sha respublika miqyosida ham juda katta yutuqlarga erishdi deb bemalol aytsam bo'ladi. Ulardan masalan birinchisi o'sha yil avvalida bo'linma qoshidagi afsona raqs jamoasi, albatta o'sha qizlarimiz Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib o'tgan o'sha madaniyat kunlarida O'zbekiston nomidan ishtirok etdi. Undan so'ng barchamizga ma'lumki, o'sha Turkmaniston davlatiga davlat tashrifi bilan prezidentimiz tashrif buyurdilar va unda ham o'sha madaniyat sohasi vakillari safida bizni bo'linmamiz jamoamizning sozandalar jamoasi ham borib u yerda bir ko'tarinki ruhda ishtirok etib qaytishdi. Undan so'ng qolaversa Ozarbayjon davlatida ham mana shunaqangi O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tdi va u yerda ham o'sha jamoamiz ishtirok etib, albatta ko'plab olqishlarga sazovor bo'lib qaytdi va shaxsan o'zim ham bu yil chet el davlatlarida bo'ldim. Ulardan eng asosiylaridan biri o'sha Eron davlatida, Tehronda bo'lib o'tdi. Jizzax Politexnika instituti jamoasi bilan o'sha UNESCOning 43-sammiti doirasida o'sha targ'ibot tadbirlari belgilab o'tilgan edi va o'sha yerga taklif qilishdi. Politexnika instituti jamoasi bilan bo'lib, bu yerda qariyb bir hafta davomida o'zbek madaniyatini, qolaversa, turizm salohiyatini ham keng targ'ib qilindi va bu yerda juda katta taassurotlar bilan qaytdim. Umuman har doim mana shunaqa san'atkorlar turli xil gastrol safarlariga borishadi, turli xil chiqishlar bo'ladi, ba'zi tanlovlar, ba'zi yuqorida aytganingizdek targ'ibot tadbirlari yuzasidan. Har mana shu tadbirlar yakunlangandan keyin, shu chet el safarlaridan qaytgandan keyin qanaqa bir hissiyot paydo bo'ladi? Endi men o'zimdan o'tgan ichki kechinmalarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, nari borsa bir 3 kun, 4 kunda chet davlatga chiqqaningizda albatta bu nima deydi, vatan, yurt sog'inchi, oila har bitta odamni ichidan ichki kechinmalar, mana shunaqangi kechinmalar o'tadi albatta. Qolaversa, endi shu jarayonni o'zida professional darajada o'sha millat vakillari ham siz bilan barobar ishtirok etishadi yoki bo'lmasam o'sha xalq sizga qaysidir bir ma'noda reaksiyasini bildirishi mumkin, ayni qo'shiqlaringizga yoki bo'lmasam umuman filarmoniyani chiqishlariga. Shu jihatdan qanday bir taassurotlar yoki tajribalar, ayrim joylarda aynan o'zbek san'atiga mana shunaqa narsa qo'shsa bo'lar ekan yoki biz ham ularga mana shu narsani taqdim eta oldik degan bir fikrlar ham bo'ladimi demoqchiman. Albatta hozirgi kunda o'sha madaniyat sohasida ham xalqaro maydonda barcha sohalar nima deydi, bir masalan hozir ko'ryapmiz-ku, sportda davlatda o'sha brendini, obro'sini ko'tarish maqsadida ham katta ahamiyat kasb etmoqda va bu qatoriga o'sha madaniyat sohasini ham qo'shishimiz mumkin. Albatta bu turizm bilan chambarchas bog'liq madaniyat sohasi. Va u yerga borilganda O'zbekiston pavilyonida masalan konsert dasturi berilyapti. U yerda tasavvur qiling, chet davlatga borib o'zini qo'shig'ini, masalan Angliya davlatiga borib Angliya ingliz tilidagi qo'shiqlarni ijro qilsangiz, ular unchalik ko'p xohlashmaydi. O'zligini ko'rsatadigan, milliy madaniyatimizni, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qiladigan qo'shiqlarni so'rashadi. Mana men o'sha borganda o'zim his qilganim, bitta misol tariqasida aytishim mumkin, qo'shiqlarimizdan ham tashqari bitta do'ppimizni qanchalik qudratga ega ekanligini men u yerda o'zimda his qildim. Masalan, u yerda bizni masalan o'sha tavrlarga, ba'zi bir joylarga endi elchixona tomonidan olib borishdi va u yerda biz masalan bitta misol tariqasida bozorda yuribmiz, o'zbek do'ppisini shundoq kiyib oldim. Qarab olib o'sha yerda endi u yer ham bari ko'p millatli xalq. Albatta.
bitta do'ppi orqali O'zbekiston deb tanishyapti. Men juda ham bu katta chet davlatda yurganingizda katta g'urur bag'ishlar ekan insonga, juda ham. Albatta, mana shunaqa tadbirlar asnosida nafaqat o'zimiz juda ham katta taassurotlarga ega bo'lib kelishimiz kerak bo'ladi, balki o'sha yerlik aholi uchun ham katta bir taassurot paydo qila olsak, yurtimiz haqida bu biz uchun eng katta yutuqlardan biri bo'ladi.